Shu narsani sezganmisizlar? Hayot haqida sizga maslahat beradigan odamlarni hayoti siz orzu qilgan hayot emas. Masalan, bugun bitta opa menga qanaqa qilib удачно выйти замуж haqida maslahat beryaptilar. Lekin o'zlari ikkinchi xotin bo'lib, bir kishini oilasini buzib o'tiribdilar. Ikkinchilari qanaqa qilib menga успешный karyera qilishni o'rgatyaptilar, lekin o'zlari 24/7 uyda o'tiradilar. No, может быть, qachondir qo'yillatib qo'ygandirlar, bo'lgandir o'sha удачный karyera desam agar, yo'q, tarixda unaqasi bo'lmagan ekan. Uchinchilari qanaqa qilib oilada взаимоотношения bo'lish, er-xotin o'zini bir-birini tushunish, shunday дружно yashash haqida maslahat beryaptilar, senga kelajakda kerak bo'ladi deb. Lekin o'zlarini oilalarida doim urush, janjal, xullas va hokazo ishlar. To'rtinchilari qanaqa qilib menga stilni kiyinish, qanaqa qilib to'g'ri sочетать qilish kiyimni o'rgatyaptilar. Lekin o'zlarini ishtonlari bilan rubashkalari bir-biriga umuman mos kelmasdan stilni S harfi yo'q. U ham mayli. Men bu maslahatlarni so'raganim ham yo'q. O'zlaridan o'zlari prosta kelib maslahat beryaptilar. Shuning uchun nima demoqchiman? Ayrim odamlar, iltimos, o'zlaringizni hayotlaringizda nimadir bo'lsa, keyin borib o'sha insonga maslahat beringlar. Потому что psixически ozgina sus odam bo'lsa, u sizlarning maslahatlaringizga quloq solib, borib o'sha ishni qilishi mumkin. Noto'g'ri maslahatlaringizni. O'sha maslahatlaringiz bilan ish qilgan odam hayotida qanaqadir zarba yeyishi mumkin, noto'g'ri qaror qilishi mumkin-da sizlarning maslahatingiz bilan. Iltimos. Shuning uchun sizdan nimadirni so'rashmasa, burningizni tiqmang.